1-yanvardan qasamyod qabul qildik. Ikkinchi oshxonaga kirmaydigan bo'ldik. Bitta, ikkita kuyish. Yangi yillik kuygan shramlar bilan kutib olamiz. Kuyganda dog' qoldirmaydigan narsa единственный g'oz yog'i ekan. Yondagi narsani olib tashlab yaltirab turgan. Terim ko'chib ketdi bu. Momam bu. Nima qilsan ko'rsin? G'oz yog'ini so'raysan? Chutki kuyib yo'q ya. Duxovkaga narsa olaman deb shunaqa bo'ldi. Bo'ldi, men raniyam oshxonaga kirmayman boshqa. Перевязка qaytdim. Bu 2 kun oshxonadan chiqmadim. Qoyillatib narsa pishirganim ham yo'q. Qilganim bitta tost. Hammasi готов olindi. Oshxonadan bir oyga chetlanamiz, ha? Kasyavicha. Ko'rdingmi, xolingni qo'li nima bo'lganini? Endi oshxonaga kirmaymiz, ha? Biz kirmaymiz oshxonaga. Rahmat. Ana, shunaqa bo'lib qo'ydi. Chiqib dog' qolmasa bo'ldi. Mana bu g'oz yog'i dog' qoldirmas ekan. Kim bilmasa sizlarga eslatma desam.